Ya Rasululloh, duo qiling, dedi Sa'd ibn Abi Waqqos. Alloh meni duolarimni ijobat qiladigan qilib qo'ysin. Qachon duo qilsam ijobat bo'laversin dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ya Sa'd, atib mat'amak takunu mustajabat da'va." Ey Sa'd, luqmangizni halol qiling, pok qiling, duoingiz ijobat odamlardan bo'lasiz. Sa'd ibn Abi Waqqosning duosi ijobat edi. Keyin so'rashgan: "Qanaqa qilib yetishdingiz bu maqomga?" deganida, qo'limga olib og'zimga olib borgan har bitta luqmani qayerdan kelganligini bilardim. Qornimga tushayotgan har luqmani qayerdan kelganligini bilardim. Bizga ham shu imkoniyat bor. Halol yeylik-da. Halol yeylik-da, duolarimiz ijobat bo'ladi inshaalloh. Nima endi duo ijobat bo'lyapti-yu, nimaga duo ijobat bo'lmayapti? Sababini bildingizmi?